Boshliq hazil qilganda kulging kelmasa ham kulish. Boshliqlar uchun ham ishlab turib, bu sizning xizmatingiz, sizning aqlingiz natijasi, biz bir ahmoq odam deb ayta bilish. Bundan tashqari ayrim yugurdaylik fazilati ham kerak bo'ladi. Yugurdaylik quruq o'zi emas, nazokatli yugurdaylik. Masalan, boshliq ko'ringanda dik ketib qomatni rostlash. Uni shunday nazokat bilan qilish kerakki, ko'rgan odam laganbardorlik emas, kamoli hurmat deb qabul qilsin. Ham qulvatchi bo'lish, ham g'ururni saqlash, ham dabdabani qo'ldan bermaslik kerak. Hamma narsani o'rtasini topa bilish kerak. Yurish bilan yugurishning o'rtasini, qanot qoqish bilan yo'rg'alashning o'rtasida xizmat qilish kerak bo'ladi. Boshliqlar nazariga shu mana shunday fazilatlarning bir dunyosi kerak. Men bir ikkitasini aytdim xolos. Ajoyib. Ya'ni aytmoqchimanki, bu gaplar yaxshi emas.